Yo, WhatsApp obunachilar do'stlar, sizlar bilan men Nikseljon do'stlar. Bugungi videomizda do'stlar, sizlar bilan Vir serverida maza qilib kuchayishga harakat qilamiz. Xo'sh, albatta video boshlanmasdan avval videoga like bosib, kommentariyaga izoh qoldirish esdan chiqmasin. Albatta obuna bo'lish ham esdan chiqmasin do'stlar. Qanday biz boshladik. Xo'p, bu videoda biz shu serverda almaz darajasigacha kuchayib, $1 million o'yin valyutasini yig'ishga harakat qilamiz do'stlar. Albatta uning uchun birinchi o'rinda biz Warp Mine ga borib olishimiz kerak. Xo'sh, Warp Mine ga boramiz. Va let's go. Xo'sh, mana Warp Mine ga ham kelib oldik. Endi bo'lsa Warp Mine da kuchayamiz. Mana do'stlar, mine ham qilib oldik. Endi bo'lsa biz RTP ga jo'nab ketamiz va bazamiz uchun joy qidiramiz do'stlar. Let's go. Hop, birinchi o'rinda biz daraxt olamiz, chunki bizga verstak kerak almasdan set balobatlarlar yasashimiz uchun. Hop, endi bo'lsa bularni maydalab olamiz. Bitta verstak yasaymiz. Yo'q tushib turgin. Va ikkita cho'p yasaymiz. Ya'ni 8 ta. Xo'sh, endi bo'lsa biz almazimiz bor. Almazdan kirga, topor, yana nimalardir yasashga harakat qilamiz do'stlar. Xo'sh, cho'plarni joylashtiramiz va bitta kirka yasaymiz. Kirkani qo'yib, xo'sh, bunisini birinchi o'rinda topor ham yasashimiz kerak. Hop, toporni ham yasab olamiz. Toporni olib, endi bahonada qilich ham yasab qo'yamiz. Xo'sh, qilichni ham oldik. Hop, quest bajarildi. Ya'ni yangilanishmi? Korchi nimadir bajarildi. Xo'sh, endi bo'lsa bu toshni bu yoqqa qo'yib, o'zimizga set yasashni boshlaymiz do'stlar. Birinchi o'rinda biz oyoq kiyim yasaymiz va bizda 2 ta olmos qolyapti, chunki olmos ko'p kavlamagandim, shuning uchun endi olmos ham kavlashimiz kerak do'stlar. Let's go. Xo'sh, hamma narsani yasab oldik. Shu tosh tashlaveraylik-da. Yomon asab ketyapti. Endi yana qaytadan Warp Mine ga borib olmos yig'ib kelishimiz kerak do'stlar, chunki buni yig'ib olamiz, chunki bizda olmos 2 dona qoldi. Set yasashimizga yana olmos kerak. Xo'sh. Warp Mine da olmoslarni kavlab bo'ldim. Endi olmosni pastdan istash kerak. Yo'q. Xo'p do'stlar, mana bu bola menga kirka bermoqchi. Uzubi now degan. Hop, kirkani olamiz qani. O, trench 9 lik kirka. Yo'q. Rahmat. Spasiba deb qo'yamiz. Albatta bu bolaga rahmat deb qolamiz. Shu bola menga kirka bergani uchun ham videoga like bosib qo'yinglar do'stlar. Hop, keyin kavlayatdim, yana bir marta nimadir berdi. Keyin qarasam, menning kitob bilan Turminer 6 kitob. Yo'q dedim-da. Yana bir marta rahmat dedim. Albatta menga Turminer 6 kirka bergani uchun obuna bo'lib qo'yinglar do'stlar. Xo'sh. Bu bola ancha yaxshi bola ekan, biz kuchayishimizga anchagina yordam berdi. Hop, endi biz Turminer 6 ga kirkaga menning qo'shib olamiz. Let's go. 1 dona XP olar ekan. Yaxshi, menda 20 XP bor. Endi bunga buni qo'shib beraylik-chi. Yo'q, 34 XP kerak ekan. Menda uncha yo'q, shuning uchun hozircha qo'shmay turamiz. Va do'stlar, hop, bu yoqqa o'tib qanday kovlar ekan Turminer 6 qani ko'raylik-chi. Xo'sh. Oh my god! Wow!
Xo'sh, mana do'stlar, Turminer 6 kirkada maynam qilib oldik va bizda 1,184,000 hop 650 dollarimiz bor. Va mana shuncha olmoslar ham bor. Hop, endi bu toshlarni tashlaveramiz. Albatta Uzbunov do'stimizga rahmat deb qolamiz. Bizda shuncha kuchayishimizga anchagina katta hissasini qo'shdi. Bizda shuncha olmos va 9 dona nezerit nimasi bor. Bo'lakchasimi shunaqasi bor. Xo'sh, buning uchun Uzbunov do'stimizga rahmat deymiz. Va bizda mana bunaqa degan nimalar bor. Shundan biz hamma XP'imizga shunaqadan sotib olamiz. Chunki bizga smelting 3 bilan hasten 3 kerak. Shundan biz tushirsak bo'ladi. Xo'p, biz qancha sotib olamiz ekan? 18 taga yetdi darajamiz. Xo'p, hammasini ochib ko'ramiz. Qani, hop, aquatic, xo'sh. Mana hasten 2, smelting 2, smelting 3, yo'q, 10% ekan. Hasten 3, glowing, experience 99%. Qani kirkamiz? Yo'q, kirkanol. Bo'lmas, hammana bu. Hop, experience 5 qo'shamiz, 99%. Hop, yana qaysi edi? Xo'sh. Qani endi hasten bilan smelting. Mana smelting 2 ni qo'shamiz. Yaxshi. Smelting 3 ni qo'shaylik. Yo'q, qo'shilmadi. Smelting 1. Yo'q, bu qo'shilmas ekan. Glowing ni bosh kiyimga qo'shib olamiz. Mana endi shart emas bu endi. Hop, hasten 2. Mana buni ham qo'shsak bo'ladi. Bu qo'shildi. Yaxshi. Xo'sh, endi bular Despange, Epicness, Aquatic, yana Aquatic. Yo'q, bular kerak emas endi do'stlar bizga. Xo'sh, bizda endi normalniy kirka bo'ldi. Hasten bilan smelting ham qo'shib oldik. Hop. Bu kitoblarni bersammikan? Bu bolaga kerak emas. Shuning uchun bu yoqqa tashlavoramiz. Kerak bo'lmasa ham kerak bu bolaga, chunki menga Turminer 6 kirga berdi, o'zida ham shunaqa bor ekan. Shuning uchun buni tashlavoramiz-da, buni enderchesga solib qo'yamiz. Albatta do'stlar, videoda bitta kommentariyani tanlab olib yoki meni nomimdan kirib, serverga kirib videoingizni ko'rib kirdim desa menga, agar serverda bo'lsam, shu yana bitta kirkani berib yuboraman, trenchli kirkani. Albatta kuchayishiga ancha yordam bo'ladi. Va team invite qilib Uzbunavni qo'shib olamiz. Chunki bizga yordam berdi. Teamimizga Uzbunavni qo'shib olamiz. Xo'sh do'stlar, albatta videoga like bosib, kommentariyaga yozib qo'yish esdan chiqmasin. Serverga kirib, kim siz nomingizdan kirdim desa, shunga o'sha kirkani berib yuboraman. Xo'sh. Master PvP'ga yo'q deb o'raylik-da. Reklama qilyapti cho'ta. Xo'sh. Xo'p, endi do'stlar, bizda 1 milliondan oshiq pul bor va biz Baltopga borib ko'ramiz. Qani, nechanchi o'rinda turgan ekanmiz? Shu yoqdamidi? Baltop. Xo'sh, mana Master PvP. Xo'sh, mana bu yerda top boylar bor ekan mana. Biz 1 million bilan 10-o'rinda emasmiz. Yo'q, 10-o'rinda 12 million bilan turibdi. Bizga hali ancha bor ekan. Bu mayli, keyingi videoda chiqishga harakat qilamiz. Bu videoda emas, keyingi videoda. Mana shu bola reklama qilyapti, shunga ban yoki muz berish kerak edi. Menda unaqa pravolar yo'q. Shuning uchun ham nima ham deymiz? Shunchaki kulib qo'yamiz. Keringlar deydi yana. Yo'q deb o'raylik. 10 million bersiz deb pulini ishlaymiz. 10 million bersiz. Qani 5 million deydi. 10 deyman. Короче. Do'stlar, hammaga xayr, sog' salomat bo'linglar. Sizlar bilan men Nixeljon bo'ldim. Albatta shu serverga kirib maza qilib o'ynashinglarni tavsiya qilaman. Do'stlaringlar bilan bemalol maza qilib o'ynashinglar mumkin. Sizlar bilan men Nixel bo'ldim. Hammaga xayr do'stlar. Sog' salomat bo'linglar.